Xo'p, hurmatli talabalar, navbatdagi mavzuyimiz Qoroxoniylar davlati tarixiga, ya'ni uning tashkil topishiga bag'ishlanadi. Qoroxoniylar davlati 10-asr o'rtalarida tashkil topgan davlat hisoblanadi. Ya'ni aniq yili aniq emas, tarix fanida 10-asr o'rtalari qilib belgilangan va o'z mavjudligining oxirgi yillari bu 13-asrning boshlariga to'g'ri keladi. Qoroxoniylarning oxirgi vakili bu Movarounnahrдagi oxirgi vakili Usmon bo'lgan va bu Xorazm shohi Sulton Muhammad tomonidan qatl qilinganidan keyin Qoroxoniylar davlati shu yili rasmiy ravishda barham topgan deb qaraladi. Keyin bu Qoroxoniylar davlati tarixda mana g'arbiy Qoroxoniylar bo'lgan, sharqiy Qoroxoniylar bo'lgan. Afsuski bizning O'zbekistonda Qoroxoniylar davlati juda kam o'rganilgan tarix nuqtalaridan biri hisoblanadi. Bugungi ma'ruza qirg'izistonlik tarixchi, sovet tarixchisi Umar Karayevning Qoroxoniylar xoqonligi tarixi kitobi asosida olib boriladi. Bu kitob Frunze shahrida 1983-yilda nashrdan chiqqan. Xo'p, Qoroxoniylar davlati. Quyidagi xaritada ko'ryapsizlar, Qoroxoniylar davlati mana Chu daryosi, Talas, Siyob daryolari o'sha bo'ylarda bo'lgan, tashkil topgan. Geografik hududi Markaziy Tian-Shan va Yetisuda tashkil topgan deb qaraladi. Ya'ni bu davlatning o'chog'i shu hududlar, Markaziy Tian-Shan va Yetisu. Xo'p, asosan Qirg'iziston Respublikasiga to'g'ri keladi bu davlat. O'z mavjudligining o'sha rivojining cho'qqisiga chiqqan davrda Qoroxoniylar davlat chegarasi quyidagicha ko'rinish olgan. Bugungi kun ko'zi bilan qaraganda bu davlat hududiga zamonaviy O'zbekiston Respublikasining asosiy qismi Xorazmdan tashqari, keyin Qirg'izistonning barcha hududi, Qozog'iston Respublikasining deyarli yarmi, Janubiy Qozog'iston, O'rta Qozog'istongacha bo'lgan hududlar, Xitoy Xalq Respublikasining g'arbiy hududlari, bu Sharqiy Turkiston va Koshg'ar va Mo'g'uliston Respublikasining juda oz qismi bu davlat tarkibiga kirgan. Yuqorida aytganimizdek, Qoroxoniylar davlatining o'chog'i, yadrosi bu Markaziy Tian-Shan va Yetisu hisoblanadi. Xo'p, avval nimadan boshlaymiz? Demak, atamadan, so'zdan, Qoroxon so'zidan qayerdan kelib chiqqan? Qoroxoniylar degan davlat o'zi tarixda bo'lmagan, ya'ni qanday ma'noda? Davlatning hukmdorlarini hozir tirib olib kelsa, unaqa davlat bo'lmagan deydi. Qanday davlat bo'lgan? Xoqoniylar degan davlat. Ya'ni biz bugungi kunda Qoroxoniylar deb atadigan davlat tarixda Xoqoniylar davlati deb atalgan. Buni biz Nizomul Mulkning Siyosatnoma asari va boshqa sharq tarixchilarining asarlari orqali bilib olishimiz mumkin. Shundan kelib chiqib, aksariyat tarixchilar, ayniqsa turkiyalik tarixchilar bu davlatni turk xoqonligining davomchilari sifatida ko'rishadi. Lekin mantiqan qaraganda hozir ko'ramiz, shu yaqinroq shunga. Xo'p, Qoroxoniylar atamasini birinchi bo'lib tarix faniga Grigoriev olib kirgan. O'shandan keyin bu davlat Qoroxoniylar deb atala boshlandi. Nega Qoroxon? Chunki bu davlat hukmdorlarining katta ko'pchiligi o'ziga shu nomni nima deydi, unvon sifatida olishgan. Laqab, unvon, taxallus sifatida olishgan. Masalan, Abdulkarim Sotiq Bo'roxon unvondan tashqari unda Qoroxon unvoni bo'lgan. O'shandan kelib chiqib, davlatning asoschisi Qoroxon deb ataldimi? Demak, davlat ham Qoroxoniylar bo'lsin degandan keyin mana Qoroxoniylar davlati nomlana boshlandi. Va shu davom qilib keldi. Qoroxon va Qoraqoqon unvonlarini keyinchalik shu sulolaning ko'plab hukmdorlari qabul qilib olishgan. Turkiy xalqlarda qora so'zi mana buyuk degan ma'noni bildiradi deymiz-ku, nimadan kelib chiqib buyuk deyiladi? Dunyoni 4 tarafini ifodalash uchun turkiylar 4 xil rangni ishlatishgan. Shimol, ya'ni yuqori-ku bu shimol. O'sha shimol ma'nosini anglatish uchun
qora so'zini ishlatganlar. Eng shimoldagi nimalar shu qora deb aytilgan, shundan kelib chiqib bu so'z buyuk, eng yuqori, hammadan balandda, hammadan tepada degan ma'noni bildirgan. Qoraxoniylarning kelib chiqishi bu bahsli munozara hozirgi kungacha, ya'ni qaysi etnosdan, qaysi xalqdan kelib chiqqan bu davlat degan qarashlar juda ko'p. Buni qisqacha qilamiz. Mana Qarluq deganlar ham bor, Uyg'ur deganlar ham g'arb olimlari ko'pchiligi Uyg'urlardan kelib chiqqan degan. Turkmanlar degan qarash ham bor, ozroq, lekin katta ko'pchiligi nima Qarluqlar, Bartoklar, sovet tarixchilari Qarluqlardan kelib chiqqan deydi. Umar Qarayevni men yuqorida zikr qilgan kitobida esa asosiy urg'u chigillarga beriladi. Xo'p, jam qilamiz barcha ma'lumotlarda va xulosa qilamiz. Qoraxoniylar Qarluq, Chigil va Yag'moq qabilalaridan, xalqlaridan kelib chiqqan va o'sha Qarluq va Chigillarning roli katta bo'lgan. Mag'riy devon lug'at turk asari Chigil tilida yozgan deb aytishadi. Shundan kelib chiqib va boshqa mana Abu Dulaf degan arab sayyohi 40 kun qolib ketadi Chigillarning orasida. U turklar orasida sayohat qiladi. Masalan, Qarluqlar orasida yani qanchadir kun, 20-30 kunmi, eng ko'pi Chigillar orasida bo'ladi. Keyin siyosatnomada Chigillar sun'iga urg'u beradigan ma'lumotlar bor. Ulardan kelib tarixchi Qoraxoniylar Chigillardan kelib chiqqan deydi. Lekin biz xulosamiz yuqori aytganimizdek Qarluq, Chigil, Yag'moq barchasi katta rol o'ynagan. Xo'p, qayerdan kelib qoldi bu xalqlar? Bular dastavval ko'chmanchi xalqlar bo'lgan. 745-yilda Uyg'urlar Qarluq, Qirg'iz va boshqalarning yordami bilan Sharqiy turk xoqonligiga barham beradi. Bu Mo'g'uliston tarafida. Ko'p o'tmay bu ittifoqchilar bir-biri bilan yer uchun kurashadilar. O'sha Uyg'urlar, Qarluq, Qirg'izlar va bu kurashda Uyg'urlarning qo'li baland kelgandan keyin qolgan xalqlar janubga siljiydi. Ya'ni mana o'sha markazga siljib keladi, hozirgi Qirg'iziston hududiga. O'shandan shu yerda hozirgi Qirg'iziston hududida ular jamlanib qolib, mana shunaqa Qoraxoniylar degan davlatga asos solganlar. Xo'p, bu yerda boshqa ma'lumotlarni o'zingiz mana ko'rib, yozib olishingiz mumkin. Videoni to'xtatib turib, bizni vaqtimiz 15 daqiqaga chegaralanganligi uchun biz tez-tez o'tib ketamiz. Xo'p, davlatning tashkil topishi. Mana shu kitobda qirg'izistonlik tarixchi bir fikrni o'rtaga tashlaydi. Qoraxoniylar davlatining tashkil topishi va uning ilk siyosiy muvaffaqiyatlarining sababi asosan Markaziy Tianshan xalqlarining islomga yuz burishi bilan bog'liq. Shuning uchun ham davlatning tashkil topishi mavzusini Qoraxoniylarning musulmonlashuvidan boshlash o'rinli bo'ladi. Ya'ni bular islom dinini qabul qildi va davlatga asos solyapmiz. Birinchi kim islom dinini qabul qildi bularda, ya'ni hukmdorlarning ichida? Bu Abdulkarim Sotiq Bo'g'raxon hisoblanadi. Taxminan 943-yillarda u islom dinini qabul qildi va davlatni tashkil topish ham mana shu yillarning atrofida, 940-yillarning atrofida deb olinadi. Siz 940-yil Qoraxoniylar davlat tashkil topgan desangiz ham yoki 10-asr o'rtalarida desangiz ham bu to'g'ri bo'lib chiqadi. Xo'p, dastavval islom dini Markaziy Tianshanning janubi-g'arbiy etaklari aholi orasida tarqaldi. Bu hududdagi shaharlardan biri O'sh shahri bo'lib, u 9-asrdayoq musulmonlarning g'ayrimuslimlarga qarshi harbiy siyosiy markazi edi. O'sha shahardan turib bular, ya'ni musulmonlar, bular arablar bo'lsin, bizning ajdodlarimiz Somoniylar bo'lsin, So'g'diylar bo'lsin, Xorazmliklar bo'lsin, turkiylarga qarshi, qaysi turkiy islomga kirmagan turkiylarga qarshi jang qilganlar O'sh shahridan turib. Arab geograflarning ma'lumot berishicha, Biskent va Salat shaharlari islom dinining chegara punktlari bo'lgan. 10-asr boshlarida musulmonlar turklardan Hafteh, ya'ni 7 qishloq degan joyni tortib olganlar. Bu shahar oldin O'zgantga qarashli bo'lgan. Markaziy Tianshan va Yettisuning shimoliy qismiga islom keyinroq yetib borgan.
Dastavval bu hududlarning g'arbiy qismidagi xalqlar musulmonlar bilan 8-asr o'rtalarida tanishadilar. Bu vaqtga kelib arab musulmonlar Talas daryosida katta jangda qatnashgan edilar. Ya'ni bu 751-yildagi jang haqida ketyapti. Talas jangi. Bunda arablar xitoyliklarga qarshi kurashgan va xitoyliklarning mana shu Turon zaminga bo'lgan siljishini to'xtatgan katta jang mana shu bo'ladi. Tarix, bizning O'zbekiston tarixida juda katta voqea bu. Xitoyliklarni to'xtatgan, ya'ni bizga kirib kelayotgani bu Turonga. Mana shu Talas jangida Talas daryosi, hurmatlilar, Janubiy Qozog'iston va Qirg'izistondan oqib o'tadi. Bu jangda qarluqlar arablar tomonida turib jang qiladi. Qarluqlar islomga kirmagan, bular o'zini ko'k tangri diniga e'tiqod qiladi. Musulmonlar tomonida turib xitoyliklarga qarshi jang qiladi. Mana ilk tanishuv. Ya'ni dastlabki tanishuvlardan biri islom dini bilan. Ular ko'radi, arablar musulmonlarni ko'radi, xatti harakatini, e'tiqodlarini ko'radi. Lekin ularda mana islom dini haqida tushuncha paydo bo'lishni boshlaydi. Xo'p, yana davom qiladigan bo'lsak, 840-yilda Somoniylar amiri Nuh ibn Asad Isfijobni egallaydi. Bu bir. Va bu shaharni atrofini katta devori bilan o'raydi, mudofaa devori bilan. Uni qarluqlardan tortib oladi. Keyin Ismoil Somoniy 893-yilda Taroz shahrini egallaydi. Bu bugungi kunda Qozog'istonda Taroz shahrini egallaydi. Aynan o'sha shaharga 906-yilda yana qo'shin tortib boradi, cherik tortadi va Turkiston yo'llarini fath etadi. Tarozda nasroniylar ibodatxonasini domiyaga aylantiradi va 10,000 odamni asir qiladi Ismoil va ularni Mavara-Nahriga olib kelib, ko'pchiligini g'ulom qiladi o'zini qo'shinida. Mana u g'ulomlardan keyin lashkar boshlar yetib chiqqan, masalan, Alib Tekin o'sha yerda asir tushganlar. Ya'ni mana bu nimaga aytilyapti bu ma'lumotlar? Qarluqning islomlashuvi. Mana shunaqa sekin-sekin islom madaniyati bilan bizning Mavara-Nahrliklarning o'sha dastaki bilan bular musulmon madaniyati bilan tanishib, sekin asta mana Qoraxoniylar degan davlatga asos solishadi. Xo'p, 1000-yilda Al-Muqaddasiy guvohlik beradiki, o'sha Jikil, Barsxon, Bexu va hokazo shaharlar Merkedagi masjidga ega bo'lgan. Buni Xon shahrining hokimi ham musulmon bo'lgan. Garchi uni aholisining katta qismi boshida bo'lsa ham. Katta foyiq Somoniylar kirasi Merki shahrining tashqarisida Rabot qurilgan. Hurmatli talabalar, esingizda bo'lsa, Rabot kim uchun qurilgan? Rabot bu g'oziylar uchun qurilgan. G'azot qiladiganlar uchun Rabot qurilgan. Keyin karvonsaroy vazifasini ham o'tagan. Ya'ni bu bevosita islom bilan bog'liq. Hududul olam muallifi quyidagi shaharlarda o'sha aholisi musulmon va musulmon bo'lmaganlardan tashkil topgan deb Shelji, Taroz, Tekapkat, Farunkaza, Merki, Navka shaharlarini sanab o'tadi. Xullas, arab mualliflarining qoldirilganlariga ko'ra 10-asrning ikkinchi yarmida Talas va Chu daryosi vodiylaridagi aholining katta qismi musulmonlar bo'lgan. Qoraxoniy hukmdorlaridan birinchi bo'lib islomni qabul qilgan kishi bu Sotiq Bo'g'irxon bo'ladi va keyin u Abdulkarim ismini qabul qiladi. Xo'p, qiziq bu ular islom diniga kirishi. Sotiq Bo'g'irxonni bu haqida tarixchi Jamol Qarshi yozib qoldirgan. O'sha Qoraxoniylar zamondoshi. Sotiq Somoniylar amiri Nuh davrida islomga kiradi. Afsonaga ko'ra, otasi vafot etganda Sotiq 6 yoshda 12 yoshda o'zining bog'liq diniy ustozi Nasr bilan uchrashadi. Nasr bu Somoniylar shahzodasi, lekin taxtga o'tirmagan. Chamasi 25 yoshlarda Sotiq 50 nafar do'st bilan maxfiy ravishda islom dinini qabul qilib, shimol tomonga qochadi. Keyinchalik u o'sha 50 nafar do'sti bilan o'zining amakisi bo'lgan O'g'ilchakdan hokimiyatni tortib olib, 10-asrning o'rtalarida. Sotiqning bobosi shajarasiga to'xtaladigan bo'lsak, Bilga Qodirxon bo'lgan. Sulolaning eng boshida Bilga Qodirxon turadi. Xuddi Somoniylarning eng Somonxudo turgani kabi.
lekin bu Qoroxonlar davlatiga solmagan. 840-yilda Nuh ibn Asad eslaysizlar, Isfajobni egallaganda o'sha shaharni hokimi Bilga Qodirxon bo'lgan, katta taxminga ko'ra.